Siz qilalaydigan bir qancha da'vo. Abdori Abduvali Ayub. Halak bo'layotgan yosh g'uncha, yashangan turk va bog' kabi mehribon, tog' kabi yo'lanchuk tavarruklarimizning xabarlarini anglab, hammaylan chorsizlikda tipirlab ketyapmiz. Ammo zodi nimish qilishni bilolmagan bo'lishimiz, bilgan bo'lsaqmi bir-birimizga demagan bo'lishimiz mumkin. Men bu Ramazonda qozonmagan savoblar degan yozmamda qilishqa bo'ladigan, lekin men shu Ramazonda qilolmagan bir qancha da'voni tizib chiqqan. Bugun men qilayotgan va qilishni tashabbus qiladigan, ammo hammalar qo'limizdan kelgancha hamkorlashsak texmo yaxshi qilib ketalaydigan bir qancha da'voni tizib chiqaman. Birinchi, vatanimizdagi oliy maktablar bilan hamkorlik o'rnatgan chet el oliy maktablarini tepib chiqib, ularga murojaat qilish. Murojaatning mazmunida shu hamkorlikka sherik bo'lgan vatandagi universitetlarda ziyolilarning tutilib ketganligi, mumkin bo'lsa shularni qutqizishga qatnashsa insoniylikqa uyg'un bir harakat bo'ladiganligini tushuntirish. Masalan, Amerikadagi Indiana universiteti vatandagi universitetlar bilan hamkorlik o'rnatgan. Shu universitetlarning o'qituvchilari tutilganda sukutni tanlasa uyg'un bo'lmaydi. Ikkinchi, tutqundagi Uyg'ur ziyolilar, o'limalar, korxonchilar o'qigan maktab, madras va hamkorlashgan korxonalarni tepib chiqib, ularni haq uchun so'zlashga da'vat qilish. Masalan, Zulfiqar Barat O'zbosh Hawaii universitetida doktorlikni o'qigan. Uning maktabi bu haqda maqola e'lon qildi. Bu to'liq yaxshi bir boshlanish. Buni biz o'limalar va korxonchilarga kengaytsak bo'ladi. Masalan, dangliq korxonachi, saxovatchi marhum Tahir Mijit Turkiyadagi dangliq bir gilam korxonasiga 10 yildan ortiq hassa qo'shgan. Marhum lagerda o'ldirildi. Buningga albatta shu shirkat hech bo'lmasa bir ta'ziyasini bildirishi kerak. Uchinchi, ta'tilda qaytib ketgan va yoki turli sabablar bilan vatanga qaytirib ketilgan tutqun o'quvchilarning da'vosini qilish. Buni turli shaklda qanot yaydirish mumkin. Masalan, o'quvchilar uyushmasi orqali qutqizish harakati qilish, maktabni bayonot e'lon qilishga da'vat qilish, o'qituvchilarni harakatga undash, shu maktabdagi chet ellik o'quvchilar uyushmasini harakatga keltirish qatorliq. To'rtinchi, Uyg'urlardan bo'lgan tutqun qilingan har qaysi el puhralarini tizimlab chiqib, shu eldagi avomning diqqatiga sunish. Axborotning nazarini jalb qilish, kishilik huquq tashkilotlariga murojaat qilish, bu orqali bularni qutqizishga kuchash. Mencha Uyg'ur fojiasi biz yashayotgan shu eldagi kishilarning o'zining fojiasiga bog'lanmay turib, avomning diqqatini tortmaydi. Million Uyg'ur lagerda degandan davlatimizdagi 10 puhra Xitoyning jazo lagerida desak, diqqatni bakrak jalb qiladi. Hozir to'liqsiz ma'lumotlarga qaraganda 57 turk puhrasi Xitoyning lagerlarida. Buning ichida ikkisi sabiy bola. Mencha buni cho'qim bir puhralik harakatiga aylantirg'ili bo'ladi. 5. Kishilik huquq tashkilotlariga, BDTning kishilik huquq oliy komitetiga
Yevropa Kishilik huquq komitetiga davomli xat yozish, murojaat qilish. Genbonin qurgan shohid biz degandek organlarni tutilgan qarindoshlarning uchurlari bilan ta'minlash. Hozir xalqaro kechirim tashkiloti avatgan bir xodim Yevropada tutqun qilingan Uyg'urlarni tizimga ilishga boshladi. Undan boshqa BDT kishilik huquq Oliy Kengashiga yozilgan xatlarga javob kelishga boshladi. BDT'ning vatanga tekshirishga berish ishimi kun tartibga keldi. Shunga burun yozgan, javob kelmagan bo'lsa-mu, bu navbat qayta harakatga o'tish kerak. 6. Guvohlik berishni to'xtatmaslik. Bevosita qarindoshlari qamalmagan bo'lsa, tutilgan tuqqan, do'st, tanishlar haqida guvohlik berish. 7. Balalardan ayrilib qolgan ota-onalar va oilasidan juda bo'lganlar o'zi turayotgan ellardan yordam talab qilish. Dunyoda nurg'un davlatlar pasporti yo'q kishilarga bir qitim chegirdan chiqish xati chiqarib bera oladi. Men shundoq chiqdim. Shunga Xitoy balangiz, ayolingiz va eringizning pasportini yig'ib olgan taqdirdami, siz o'zingiz turayotgan elni qoyil qila olasiz. Oilangizni jam qilib bera oladi. Siz oilangizning balangizning da'vosini qilish orqali ham oilangizni jam qila olasiz, ham Uyg'urning da'vosini qila olasiz. Belgiyadagi Ablimit Tursunning g'albisi bizdagi oilasidan juda kishilarni rag'batlantirish kerak. Agar sizda millatga so'ygi bo'lmasa-mu, shu bichara ayolingizga, eringizga va sabiy bolalaringizga haqiqiy muhabbat bo'lsa-la, sizga muhabbatlik insonlar cho'qim uchraydi. Hamma odamga o'ziga loyiq odam uchraydi, albatta. 8. Oilangiz, qarindoshlaringiz va millatingizga kelgan zulm sabablik psixikangizda masala ko'rilganligini aytib, o'zingiz turayotgan davlatdagi doktorga ko'rinish. Bu ishni hammalar qilsak yaxshi. Bu toplangan arxivlar orqali shaxsiy masalangizning manbasi bir millatning fojiasi ekanligini tushuntira olasiz va diqqat qo'zg'aya olasiz. 9. Ailangiz bilan aloqa uzilganligini da'vo qilish va bu aloqani normal davom qila olmaslik sababli kelib chiqqan oqibatlarga Xitoy hukumatini mas'uliyatga tortish. 10. Delo ma'lum qilish. Xabarni ololmagan eringiz, balangiz va qarindoshlaringiz haqida o'zingiz turayotgan soqchiga delo ma'lum qiling. Bu bir simvollik ahamiyatga ega. Siz shu orqali ham dardingizni anglatasiz, hamda bir delo xotirasi turg'izilib qolsa, yo'qolganlarni surishti qilishga foydali. Men shuningga ishonaman. Bu kunlar uzunga bormaydi. Biz tutilgan qarindoshlar bilan cho'qim ko'rishimiz. Agar ularni qutqizish uchun kurash qilsak, yuzimiz yo'riq ko'rishimiz. Agar shumshargan peti yoshsak, singan nonni yeb yotsak, qora yuz bo'lib ko'rishimiz. Men biladigan bir qism shohidlar, bir qism do'stlarim va tanishlar shohidlikqa sal qarab, guvohlik berishdan qochiyotsizlar. Shu kun cho'qim keladi. Shu kunda shu do'stlar, qarindoshlar bilan ko'rishgan chaqda men ularga sizlar tutilganda
dostunlar, səpdaş bolğanlar, billi pul tapqanlar, həm dastıxan bolğanlar, billi namaz oqıqanlardan munular sükut qildi deganni jakarlayman. Anglamadım demanglar. Xitayning hokimiyatini мәңгүлік deb o'ylab qalmanglar. Bugungi zulmni abadiy deb xiyol qilmanglar. Adolatsizlikni maqbul ko'rib, iymon etmanglar. Biz cho'qim g'alaba qilamiz. Biz zulmdan, xorliqdan, adolatsizlikdan cho'qim g'olib kelamiz. Ammo buning uchun avval qorong'u manlikdan qutulib, yo'ruq biz bo'lishimiz. Haqda, adolatda, ching turishda, maydonlarda bir bo'lishimiz. Yiroqdagi Xitoydan emas, bizga jon tomirimizdan yaqin bo'lgan, Allohdan qo'rqadigan hur bo'lishimiz kerak. Tugidi. 2019 yil 28 iyun Parij.